Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim sog'omamsiz. Kompaniyasi tomonidan ochilgan ish o'rinlari haqida sizlarga qisqacha ma'lumot bermoqchimiz. Anchadan beri ish chiqarmadik, chunki bayram vaqtlari bo'lib qoldi va uyda egalari biroz band bo'lib qolishdi. Hozir yana bizga ish yuzasidan murojaat qilishdi. Azizlar, hozir srochno bizga Novorижский shassiga er-xotinlar ishga taklif qilinadi. 40 yoshdan yuqorisini tanlashyapti. Prava albatta bo'lishi shart. Ularning oyliklari 200 mingdan yuqori. Одинцовский rayonida ham ishimiz ochilgan. 30-45 yoshgacha bo'lgan er-xotinlarni olamiz deyishyapti. 6-1 grafigi bilan bularning oyliklari 160 mingdan yuqori. Bu yerga ham prava albatta bo'lishi shart. Dmitrovskiy shassida hozir yana ishimiz bor. Bular ham hozir prava albatta bo'lishi kerak. 35-50 yoshgacha bo'lishi kerak deyishyapti. Bularning oyliklari 200 ming. Shaturadagi ishimizni oldin ham chiqargan edik. Shaturada semeyni para ishga taklif qilinadi. 30 yoshdan 50 yoshgacha bularning oyliklari 170 ming. Plus yana pitaniyaga har hafta 5 mingdan berar ekan. Bularga prava traktorga bo'lsa ham yaxshi. Rublovkada kecha ochilgan ishimiz. Rublovkada hozir personalniy водитель kerak. Faqat yosh bo'lsin deyapti. 25-40 yoshgacha bo'lgan aka-ukalarimizni olishar ekan. Musulmon oilasi, o'sha oila a'zosini, yosh kattaroq er-xotinlar bor, o'sha oila a'zosini olib borib kelish kerak u yerga. Masalan, ish bo'yicha milki поручениyaga oyliklari 100 ming ekan. 100 mingdan oshirmayman dedi. Dokumentlarga yordam berishi mumkin, lekin pitaniyasi o'zidan bo'ladi albatta. Keyin Rublovkada yana bitta oldin qo'ygan ishimiz ochilgan. Farzand bilan oladigan ishimiz degan bizda. Mana shu bitta kampirda o'zi yashaydi. Kampir hozircha u yerga yashab turibdi. Keyin yaxshi er-xotinlar topilgandan keyin o'zini kvartirasiga Moskvaga ko'chib o'tadi. Farzand bilan bo'lsa ham olaveramiz deyshab, faqat maktabga boradigan farzand bo'lmasligi kerak, chunki u yerda maktab uzoq. Farzand bilan masalan o'zi ham xohlamayapti, yoshi kattaroq bo'lgandan keyin maktabga bormay, o'qimay uyga qolsa to'g'ri kelmaydi. Shu uchun 6 yoshgacha bo'lsa farzandi maylini olaman deyishyapti. Yaxshigina yoshroq er-xotinlarda xohlayapti va bularning oyliklari 150 mingdan yuqori bo'ladi. 6-1 grafiki bilan agar siz prava albatta bo'lishi shart. Agar siz taksist yo bo'lmasa biron bir joyga ishlayotgan bo'lsangiz, balki qo'shimcha podrobotka qilishga kampir ruxsat beradi. Chunki u yerga qiladigan ishda o'zi bo'lmaydi. Ko'proq ish masalan kampir uyga vaqti ayol kishi bilan bo'ladi. Shuning uchun azizlar, mana shu ochilgan ishlarimiz, anchagina ishlarimiz bor. Ishlarimizni siz Telegram kanallarimiz Sayyora Sobirjonovna deb nomlanadi. Telegram kanallarimizga kirib bemalol murojaat qilib ishlarimizni ko'rishingiz mumkin va telefon nomerlarimiz 8977 967 77 97 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, WhatsApplariga, imo va Telegramlariga yozib o'z haqingizda murojaat qilishingiz mumkin. Biz har doim sizlarga xabar berib boryapmiz. Biznes bo'yicha biz o'zimiz ishga kirtirganimiz dachada masalan er-xotinlar bo'ladimi, sadovniklar bo'ladimi yoki domraботницаларда albatta ular o'zi standart oylikka kirgandan keyin mana er-xotinlarimizga o'xshab dachaga ham ishlab, ham bizneslari yuritishlari haqida ma'lumot berganmiz. Mana bizning qizimiz hozir dachaga ishlab, turmush o'rtoqlari bilan ishlab, bu biznesni ham yuritib boryaptilar. Albatta telefon nomerlarini qoldirib ketaman. Biznes haqida murojaat qilib, bemalol savol-javob qilsangiz bo'ladi. Oyliklaringizni hozir ko'tarib berdi? Albatta. Er-xotin qancha olyapsizlar? 200 ming. 200 ming. Uy egalari yashamaydi, постоянно. Yashamaydi. Faqat kelib ketishadi. Bir yilda 3 marta kelishadi. Aha, farzandlari bilan birga ishlab, yana o'sha yerda hozir yashayaptilar. Bu biznesni ham qilyaptilar. Biznesga kirmoqchi bo'lgan insonlarga nima deysiz? Albatta kiring, safimizga qo'shiling, keyin birovni qo'lida ishlamaysiz. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib ish haqida yo bo'lmasa dacha haqida murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik so'rashadi, dachaga nima ish qilinadi o'zida? Ba'zilar dachaga nima ish qilinadi? Uyga уборка, stirka, glashkasini qilasiz. Ayol kishi, erkak kishi sad огород ishlarini qiladi. Mana shu dacha haqida ham ma'lumotni aynan qizimizdan olishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiramiz.